Assalomu alaykum, xayrli kech hammaga. Bugun biza необычный qilib uydagi bor narsalardan ujin tayyorlaymiz. Kotletlarimiz qolgan ekan. Kotletlarimizni ikkita tarafini chiroyli qilib qizartirib oldim. Keyin bo'lsa ularni dimlash uchun shunaqa sous tayyorlab oldim. Rayhon ham sovardim. Ta'mi o'zgacha bo'lsin deb, bu yerda 1 qoshiq tomat, ozgina tuz, keyin rayhonlar bor. Bu kartoshkamiz obedga qovurganimizdan qolib ketdi. Uvol qilmaymiz. Hammasini birga dimlab olamiz. Garniriga bo'lsa shunaqa makaron bilan guruch dimlab olamiz. Mana makaronim ozgina qizarib ketdi. Bolalarga chalg'ib qoldim. Bularga chalg'imasdan iloji yo'q. Mana shunaqa ta'mi sal kuyganga o'xshab qoldi. No nichoh yeb oldik. Hammasi zo'r bo'ldi. Mana ko'rib turganinglardek ko'kat sepmadim. Hammasini juvur qilib yoniga to'g'rab oldim. Shunaqa.